Buyurtmalarimni olgani UCHK Tashkent, ya'ni Komilopamni do'konlariga tashrif buyurdik. Hamma parfyumlarni birma-bir hidlab chiqdim. Hidlari biram yoqimli, lekin men o'zim buyurtma bergan Polo parfyumini tanlab oldim. Kollagenlar bor ekan, har xil vitaminlar bor. Mana shunisini xarid qildim. Va bu yerdagi hamma kosmetikalar hammasi original, Amerikadan keltirilganligini ko'rib ko'zlarim o'ynab ketdi. Keyin original sarpalar uchun mo'ljallangan shunaqa chiroyli tungi yotadigan kiyimlarga ko'zim tushdi. Bularni ko'rib qaysi birini olishni bilmay, buni olaymi deb xullas o'zimga yoqqanlarni tanlab oldim. O'zimga yoqqanlarni tanlab oldim. Opam do'konlariga kirsangiz, albatta o'zingiz uchun ham, farzandlaringiz uchun ham, xo'jayiningiz uchun ham, oilangiz uchun ham kerakli bo'lgan narsalarni aniq topib olib ketishingiz mumkin. Qalbingizdan joy oladigan eng sifatli, eng saralari UCHK Tashkent Komilopani do'konlarida. Meni xaridlarimni ko'rib qo'ying. Shuncha narsalarni olib, yo'li yuzida o'ng tomonda joylashgan UCHK